uylanibdi. U ayol bitta o'g'li bilan bu erkakka tiyib ketdi. Bu hayotiy bo'lgan narsa. Ana endi hali erdi o'zini ikkita bolasi otasiga beparvo qilgan. Ammo hali ayolni ergashtirib kelgan o'g'li nihoyatda hushyor ekan. Otasini otajon nima qilay, nima qilay, shunda o'tirsa dar orqasiga bolishtirib, dar tagiga to'shab solib, o'rnidan turaman desa qo'lidan tortib, yugurib kelib kallishni o'nglab, dalaga ketib turgan bo'lsa yugurib borib ketmanini yuvib qo'liga berar ekan. Qaytib kelayotgan vaqtida darvozani oldida turar ekan. Ko'rgan hamon yugurib borib ota kelyapsizmi, charchamadingizmi deb ketmanini olib o'zi yuvib, apkirib, valishti kashagiga ilib, otasini apkirib, joyiga o'tkazib, endi o'ynab kelaveraymi der ekan. Ana endi kunlardan bir kun bo'ptiki, ro'zg'orda bo'ladigan narsa hozir juda kam bo'lib qoldi-yu, bozorlikka pul yo'qib qoldi haligi odamlar. O'ylanib tursa haligi hushyor bola kelibdan, "Ha, ota, nima o'ylanib turibsiz?" desa, "O'g'lim bugun bozor ekan, endi har hafta bozor sarafda bo'lardi. Endi oilada bo'lib turadi-da, shu bozor sarafdagi pulim yo'q edi. O'shaning uchun o'ylanib turibman, endi kimdan qarz olib chiqsam ekan." desa, haligi hushyor o'g'il, ota debdi, menda pul bor debdi. Haligi bayramga bergan, hayit hojiga bergan hayit hojilaringizni yig'ib yurdim debdi. Mana deb qo'liga 8 so'm pul beribdi. Buni qarangki, o'sha vaqtida 5 so'mga bozor qilsa bo'lar ekan. Haligi odam qo'liga olib yig'laveribdi. 2 so'mini qaytarib beribdi o'g'liga, 3 so'mini qaytarib beribdi o'g'liga, mana bozorlikka 5 so'm yetadi o'g'lim. Shunga hamma narsamiz keladi. Bu kam bo'lma bola, mana deb 3 so'mini qo'liga qaytarib beribdi. Bozorligini qilib ketdi. Ana endi kunlar o'tibdi-yu, urush boshlanib ketib, bu nomi uchun urush o'sha bolalarni ham voyaga yetgan ekan, urushga olib ketadigan bo'ldi. Hali ikkala o'zini o'g'lini-yu, haligi o'g'il o'g'ilni ham uchalasini ham armiyaga olib ketibdi. Shunda haligi ota nima deydimish? O'g'illarimni hammasiga ham achinyapman-u, ammo mana xotinni o'g'ilga juda achinib ketyapman-da. O'zimni bolamdan ham meni yaxshi qarayar edi. Shu bolaga juda achinib ketyapman-da, Xudoyo salomat kelsin der ekan. Ana kunlar ham o'tib, urush, betamiz urush nechta odamni yostig'ini quritib o'tib ketdi-yu, haligi odamni, haligi o'zini ikkala o'g'li urushda o'lib ketibdi. Ammo urush tugab, hali ayolni o'g'li, o'zini o'g'li endi u ham qaytgandan keyin aytgan ekanda odamlar, o'g'ay ota bo'lsa ham duosi deyar ekan. Shu mana shunaqa deb ularni eslab yig'layar edi. Mana ikkala o'zini o'g'li o'tib ketdi-yu, bunga duosi shunga tegan ekan, salomat keldi deb aytishgan. Mana shuni mehmonxonada ustozlarimiz aytib bergan. Ana endi mana bu ota-onani duosi albatta rost, bu tiyadi. Ota-onani duosini olgan odam kam bo'lmaydi. Xudo rozi bo'lsin. Hozir ham yigitlarimiz, ayollarimiz, qizlarimiz ota-onalarga juda mehnatni qilyapti. Hamma narsani qilib beryapti. Umralarga, hajlarga jo'natyapti. Xudo rozi bo'lsin. Ammo ba'zilari ularni ko'nidagi narsani qilmasdan ichib, chekib, ko'nglini og'rita turganlar ham kam emas. Endi uylagandan keyin oilasini tinch olib ketib ham ota-onasining duosini olish kerak ekan. Xalqimizga aytaveramiz, masjidimizga xat keldi. Bir ayol berib ketibdi, muslima ayollar nomidan deb. Afsuski jumoda o'qib berishlikka fursat bo'lmayapti domlada. Shunga vaqt chiqmayapti. Mana bunda ayollar yozibdiki, endi sizlarga yozyapmiz. Kimga aytishni bilmadik. Shuni odamlarga yetkazib qo'ysa,
shoyatki shular to'g'ri yo'lga tushib qolsa deb biz bir guruh ayollarimiz shuni yozamizki, ba'zi erkaklarimiz shular qatorida bizniki ham sinfdosh degan o'zlariga kanal ochib olib, kechqurun 12-1gacha sinfdoshlarni erkagi ayoli bilan gaplashyapti. Ba'zilarini o'sha ayollarni erkagi ham yo'q. O'shalar bilan gaplashyapti. Nimaga bunaqa gaplashasiz? Damingizni olsangiz bo'lmaymi desa, meni sinfdoshim. Gaplashaveraman. Degan nima qilyapti? Uy bilan ishi yo'q. Ana shularga nasihat qilib yetkazib qo'ysalaring deb yozibdi. Bu haqiqat birodarlar. Bu telefonda yomon yeri ham juda ko'p ekan. Yaxshi ham bor, bunga tasanno zamonda bir ne'mat-yu, ammo bu ne'matni buzg'unchilik yerlari ham bor ekanda. Hattoki e'tiqodlarni ham buzadigan joylari juda ko'p ekan. Mana shulardan juda hushyor bo'lish kerak ekan. Ana shu ayollar yozibdiki, domla, o'g'limni bitta bolasi bor, ikkita bolasi bor deb ota-onalar beparvo qolmasin. Shu bolalarni nazorat qilib tursin. Biz erlarimizga gapirsak, oilada notinchlik bo'lyapti. Hattoki bitta ikkita shu nimalarimiz ro'zgardan ayrilib ham ketdi deb yozibdi. Mana bu narsalarga hushyor bo'lishimiz kerak. O'sha avvalo ota-onalar uylab qo'ydi, meni bitta bolasi bor, ikkita bolasi bor, mana tinchida endi demasdan, doim bolam vaqtida yotgan, vaqtida turgan, vaqtida ishingga borgan, be'ma'ni narsalarga ovora bo'lmagan, oilangga hushyor bo'lgan deb ularga nasihat qilib, haqqiga duo qilib turishimiz kerak.